Assalomu alaykum. Bugun siz bilan eng ko'p so'raladigan savollardan biri bo'lgan ekoni muvaffaqiyatini qanaqa qilib oshirishimiz mumkin degan savolga birgalikda sizlar bilan javob topamiz. So'nggi 5 yil ichida reproduktologiyadagi faol amaliyotimdan kelib chiqib shuni ayta olamanki, bu faqat meni amaliyotim emas, balki butun dunyo reproduktologlarini tadqiqotlarining natijasida kelgan xulosalardan eng asosiysi bu yosh faktori. Ayniqsa ayol kishini yoshi eko jarayonini natijasiga judayam ta'sir o'tkazadi. Ya'ni 20-25 yoshda qilingan eko muolajasi bilan 30-35-40 yoshda qilingan eko muolajasini farqi judayam katta bo'ladi. Hattoki 35 yoshdan keyin, ayniqsa 38-40 yoshdan keyin tabiiy homiladorlik ham, eko homiladorlik bo'lish ehtimoli ham keskin kamayib ketadi. Aksincha, genetik nuqsonli embrionlarni, genetik nuqsonli farzandlarni tug'ilish ehtimoli esa bu yoshga kelib keskin ko'payib ketadi. Yosh vaqtda sog'lom homiladorlik tug'ruq bilan tugashi uchun bizaga 4 ta, 5 ta tuxum hujayra zarur bo'lsa, yoshimiz katta bo'lgan sari 35-40 yoshdan keyin ushbu hujayralarning soni 15, 20, 30 tadan ko'p bo'lishi kerak. Ya'ni bir ayoldan shuncha tuxum hujayra yiqqanimizda bitta sog'lom farzand tug'ilish ehtimoli bizada paydo bo'ladi. Afsuski bu yoshga yetganda folikulalarning soni kamayib, eko jarayonida 3 ta, 4 ta, 5 ta folikula olishga kelib qolamiz. Shuning uchun reproduktologiyadagi eng asosiy, eng qimmatli va qaytarib bo'lmaydigan narsa bu vaqt ayol kishini yoshi sanaladi. Keyingi muhim faktorlardan biri bu ortiqcha tana vazni. IMT deymiz, ya'ni bo'y va vazningizni o'zaro mutanosibligi maxsus formulada hisoblanadi va agar IMT 25 dan oshsa 30 gacha bu ortiqcha tana vazni, 30 dan keyin esa semizlik degan tashxis qo'yiladi. Va IMT ni oshishi albattaki ekoni rezultatiga to'g'ridan to'g'ri ta'sir etadi. Bu xoh ayol bo'lsin, xoh erkak bo'lsin, uni jinsiy hujayralarni sifatini pasayishiga sabab bo'ladi. Shuning uchun siz agar homiladorlikka tayyorgarlik ko'rayotgan bo'lsangiz, xoh u eko homiladorlik bo'lsin, xoh u tabiiy homiladorlik bo'lsin, albattaki tana vazningiz bilan ishlashni ham unutmang. Oddiy qilib tushuntirganda, nafaqat homilador bo'lish uchun, balki ushbu homiladorlik chiroyli, sog'-salomat 40 haftada bo'ladigan tug'ruq bilan yakunlanishi uchun ham bizda ortiqcha tana vazni bo'lmasligi kerak. Misol qilib aytadigan bo'lsak, tana vaznini yiqqanimiz bilan oddiy misol yurak o'zini hajmini bir xilda ushlab turadi. Aytamizki, yuragimizning hajmi shu mushtimiz bilan barobar deb. Va yurak odam semirgani sari kattalashib o'smaydi. U shu oshgan tana vaznga qonni yetkazib borishga kuchliroq harakat qilish kerak bo'ladi. Ortiqcha tana vazniga ega insonlar bora-bora qandli diabetdan tashqari gipertonik kasallik bilan ham zararlanadi. Nima uchun? Chunki yurak yana ham kuchlanish bilan ushbu qonni tananing har bir qismiga haydab berishga harakat qiladi. Xuddi shunday homiladorlik paytida agar sizda ortiqcha tana vazni bo'lsa, homiladorlik vaqtida yurak maksimal qisqarib, yana ham keskin oshib boradi. Bilasiz, homiladorlik paytida vazningiz keskin oshib boradi. Ya'ni osongina ayol kishi 10, 15, 20, hattoki 30 kilogacha vazn yig'ishi mumkin va ushbu vaznga mushtdek yuragimiz yana ham ko'proq ishlash talab etiladi. Bu esa homiladorlikni asoratlanishiga, preeklamsiya, eklamsiya, erta tug'ruq, yo'ldosh ko'chishi, qon ketishi va hokazo asoratlarning ko'payishiga sabab bo'ladi. Shuning uchun homiladorlikdan oldin, ekodan oldin albatta ortiqcha vazn bilan kurashishimiz zarur bo'ladi. Uchinchisi defitsitlar. Defitsitlar haqida unutmasligimiz kerak. Organizm o'zi defitsit holatda bo'lsa, undan yetilgan, chiroyli, sog'lom hujayrani kuchishimiz aqlga sig'maydigan narsa. Oddiy anemiya holati ham kuchsiz, zaif hujayralar olishimizga sabab bo'lishi mumkin. Shuning uchun albattaki eko protokolidan oldin hech bo'lmasa qonda gemoglobin miqdorini, temir miqdorini, vitamin D miqdorini va hokazo asosiy vitamin va minerallarni tekshirib, ularni defitsiti holatlarida dotatsiyasi bilan shug'ullanishni ham unutmang. Vitaminlar faqat ularni ichish bilan emas, balki ularni tanovul qilish bilan ham organizmga kirishini yoddan chiqarmasligimiz kerak. Hujayramiz alohida yashamaydi. Doimiy tanamiz bilan muloqotda bo'ladigan
jinsiy hujayralar sanaladi. Biz nima yesak, o'shan bilan o'sha hujayralarni boqamiz. Agar yeb ichadigan narsalarimiz faqatgina fast foodlardan, zarari ko'p bo'lgan mahsulotlardan, uglevodlardan iborat bo'lsa, oladigan hujayramiz ham xuddi shunaqa boqilgan hujayra bo'ladi. Sog'lom hujayra bo'lishi uchun ratsionimizda albattaki yetarli darajada oqsil, ya'ni go'sht, til, jigar, tovuq, baliq, qaynatma sho'rva, ilik sho'rva deymiz, ushbu mahsulotlardan iborat bo'lishi kerak. Bundan tashqari yeyayotgan kletchatkamizga e'tibor berishimiz kerak. Bu ko'p miqdorda sabzavotlar va ko'katlar. Mevalarni esa me'yordan oshib ketmasligini maslahat bergan bo'lardim. Ayniqsa rezavor mahsulotlarni yeyishga deyarli chegara yo'q. Bularga qulupnay, malina, smorodina va hokazolar kiradi. Lekin boshqa mevalarni, ayniqsa uzum, banan, ya'ni shirasi ko'p bo'lgan mevalarni ham iste'mol qilmasligingizni tavsiya etardim. Fast food, shirinliklar, yarim tayyor mahsulotlardan esa umuman voz kechishni tavsiya etaman. Albattaki bu defitsitlarni aniqlashda shunchaki magazinga kirib yoki aptekaga kirib dori sotib olib uni ichib ketmaymiz. Maxsus check-updan o'tib, aynan sizni organizmingizda qaysi vitamin, element yetishmayotganiga qarab, vrach reproduktolog, integrativ vrach sizga aynan sizni juftligingizga mos bo'lgan tayyorgarlik etapini tuzib berishi mumkin va bu narsani biz klinikamizda yo'lga qo'yganmiz. Ya'ni har bir homiladorlikka qadam qo'yayotgan juftligimiz maxsus check-up analizlarimizdan so'ng o'zligini individual, faqat ular uchun tuzilgan protokolga ega bo'lishadi va ushbu protokol asosida homiladorligimiz yoki rejalangan eko muolajamiz amalga oshiriladi. Keyingi eng muhim bo'lgan kriteriyalardan bittasi bu albattaki uyqu. Uyqu soat 10-11 dan boshlangan va kamida 7 soatdan uzluksiz tashkil topgan bo'lishi kerak. 9 soatdan ortiq, 6 soatdan kam bo'lgan uyqu ham organizmga zararli ta'sir o'tkazadi. Yuqorida aytib o'tgan faktorlarimiz tuxum hujayraga bo'lgan ta'sirini ko'rib bo'lmaydi oddiy holatda, ya'ni UZDda, qon analizida yoki boshqa tahlillarda ko'rishning iloji yo'q. Faqatgina uni sifati haqida, uni urug'lanish qobiliyati, urug'langan hujayrani keyinchalik rivojlanishini faqatgina embriologik laboratoriyada embriolog mutaxassislarimiz yordamida ko'rishimiz mumkin bo'ladi. Ya'ni follikulalarning ichidan olingan suyuqlik tarkibidan chiqqan hujayralarni mikroskop ostida ko'ribgina uni sifatiga baho bera olamiz. Lekin tajribam davomida shuni aytishim mumkinki, to'g'ri tayyorgarlikdan o'tkazilgan juftliklarni hujayrasi albattaki tayyorgarliksiz olingan juftliklardan ko'ra sifatliroq, yaxshiroq, natija ham shunga yarasha yuqoriroq bo'ladi. Bundan tashqari, albattaki eko jarayoniga qadam bosishdan oldin to'g'ri eko klinikani, to'g'ri mutaxassisni, to'g'ri embrion laboratoriyani tanlashni sizga maslahat bergan bo'lardim. Masalan, Instagram orqali yoki boshqa sotsial tarmoqlar orqali ko'pincha shunaqa SMS'lar olaman. Men hozir eko protokolidaman, menga vrachim shu narsani tavsiya etdilar, shu dorilarni tavsiya etdilar. Ko'rib bering, sizni fikringiz qanaqa deyshadi. To'g'risini aytsam, bunaqa SMS'larga javob ham bergim kelmaydi. Nimaga? Vaqtimni qizg'anganim uchun yoki faqatgina o'zimni patsientlarimga javob beraman deb emas. Balki bunaqa munosabatni to'g'risini aytsam, vrach sifatida ham, boshidan eko o'tkazgan patsient sifatida ham tushunmayman. Chunki ekoni effektiv bo'lishi uchun ham reproduktolog, ham embriolog, ham siz va turmush o'rtog'ingiz birgalikda harakat qilishingiz kerak. O'zaro ishonch, o'zaro hurmat degan, o'zaro ixlos degan narsalar juda ham yuqori bo'lishi kerak. Agar sizni olib borayotgan reproduktolog vrachga ishonmasangiz, unga ixlos qilmasangiz, uni qilayotgan ishida gumonda bo'lsangiz, ko'p holatlarda birgalikda qilingan ish bo'lmasdan bu rezultat bermaydi. Shuning uchun imkon qadar reproduktolog tanlayotganingizda ushbu reproduktolog bilan ochiq muloqotda bo'la oladigan, uni bilimiga, uni tajribasiga ishona oladigan darajadagi reproduktologni tanlashingizni tavsiya etgan bo'lardim. Eko klinikani tanlayotganda esa albatta uni faoliyatiga, uni ko'rsatkichlariga, unda faoliyat yuritayotgan vrachlarga, embriologga, embrion laboratoriyani holatiga e'tibor qaratishingizni tavsiya etaman. Masalan, biz embriologni klinikamizga taklif etayotganimizda bizda Rossiyadan kelgan 17 yillik tajribaga ega bo'lgan
bo'lgan embriolog faoliyat olib boradilar. Judayam embriologni tanlayotganimizda katta e'tibor berib qaratganmiz, chunki bizni olib bergan hujayralarni keyin urug'lantirish bosqichi, ya'ni ekoni rezultativnosti judayam embriologga bog'liq bo'ladi. Shuning uchun tanlayotgan klinikangizda kim embriolog, embrion laboratoriyani qanaqaligi, uni rezultatiga albatta qiziqishingizni tavsiya etgan bo'lardim. Shuning uchun Tuline klinikamizda embrion laboratoriyani tashkil etayotganimizda judayam katta e'tibor qaratganmiz. Biz bilan birga ishlayotgan embriologni kim bo'lishiga, uni tajribasiga, uni zamonaviy bilimlarga chanqoqligiga, o'zini ustida doimiy ishlashiga, shuningdek albattaki embrion laboratoriyamizni qanaqa jihozlanganligi, u yoqdagi apparatlarni, oborudovaniyani darajasiga, mana shu narsalarga juda ham katta ahamiyat berganmiz. Bir ustozim aytardilar, ekoni muvaffaqiyati 5 ta faktorga bog'liq. 20% sizga, 20% turmush o'rtog'ingizga, 20% siz bilan ishlayotgan reproduktologga, 20% embriologga va qolgan 20% albattaki Xudodan deb aytardilar ustozim. Shuning uchun eko muolajasini natijasi faqatgina bir kishiga, ayolga, erkakka, vrachga, embriologga emas, balki biz va sizni bitta jamoa bo'lib, bir yoqadan bosh chiqarib ishlashimizga bog'liq bo'ladi. Agar tavsiyalarimizni to'liq bajarsangiz, biz ham o'zimiz tomonidan bilimimizni imkon qadar to'g'ri amaliyotga tatbiq eta olsak, siz ham, biz ham kutgan natija tezroq, yengilroq amalga oshadi. Barcha farzand talabidagi juftliklarga niyatingizga tezroq va oson yetishingizni tilab qolaman.